Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bu safargi ishimiz Qashqadaryo viloyati Mirishkor tuman Jino shaharchasida bo'lib o'tdi. Bu yerda biz Qashqadaryo Kasbi tumandan chiqadigan g'ishtlardan terib berdik. Uyimiz kvadrati 66 kvadrat, balandligi 380, uzunligi 20 metr. Chet qismlariga sariq g'ishtdan, o'rta asosiy qismidan oq g'ishtdan foydalandik. Derazalar atrofiga ham sariq g'ishtdan berilgan. Bu g'ishtimizda har xil ranglardan bor. Zakazga qarab chiqarib beraverishadi. Marhamat. Darvozaning atrofiga ham sariq g'ishtlardan foydalanilgan. Marhamat. G'ishtimizda uzunligi 22 cm, balandligi 5,5 cm. Bu yerda g'ishtimiz bor. Qolgan ishlarimiz mana shunaqa ko'rinishda. Balandligi 5,5 cm, uzunligi 22 cm, qalinligi 4 cm. Bu sariq rangisi. Yana ko'chaga qaytamiz. Jami 66 kvadrat. Juda ham chiroyli, oddiy fasonda bo'ldi. Pastiga sokil qismiga keladigan bo'lsak, sokil qismiga marmar terildi. Marmarimizning balandligi 50 cm. Marmarning narxlari balandligiga qarab kelishilgan holda bo'ladi. G'ishtimizda 1 kvadrat metrini 140 ming so'mdan terib berdik. Bir kvadrat metrini 140 ming so'mdan. Padagonlikka ham marmar qo'yilgan. Tunikadan foydalanilgan. Agarda mana shunday ablisovka g'ishtdan terdirish niyat kim bo'lsa, iloji boricha ichkarilarni remontini qildirmay turgan ma'qul, chunki derazalar g'ishtimizda liniyasiga moslab o'zgartiriladi. O'shanda ichkarida ozroq defekt qolib ketishi mumkin. Shu sababli ichkarini remont qilmasdan turib, ko'chani ablisovkasini tergan yaxshi. Xizmatlarimiz 140 mingdan bo'ldi. Telefon nomer, ustalar nomeri opsiyaniyada qoldiramiz. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab murojaat qilaverasizlar. Rahmat.